Mana Anvarbek kecha shunaqa bo'ldiki, telefon qildim, Instagramlar bilan bog'landik va menga pasportingizni jo'nating dedik, shunaqa bo'ldi. Keyin 10 minutdan keyin bilet olindi. 10 minutga bilet oldim. Bilet olindi va taklif qildik. Keldilar. Mashina mashmashasi bo'lib ketdi. Oxirgi payt sportchilar orasida biz ozgina uyalib qoldik. Shuning uchun qilgan ishimizga sabab o'sha bir ikkita boshqa davlatdagilar bizning ustimizdan kulganini ham bo'lgan videolarni ko'rdim. Ya'ni o'zbeklar bir-birining go'shtini yeyapti degan joyda bizga ozgina og'ir botdi. Shuning uchun biz shuni avtozorga telefon qildik. Nech pul dedik, baraka qildik. Anvarbekka telefon qildik, sizga sovg'a bor dedik. Sportchi aka-ukalarimizni ichida o'zimiz ham bo'lganligimiz uchun sportda noni juda og'ir. Kiyimiga yetsa, vitaminlar sizga yetmaydi, unisiga yetsa, bunisiga yetmaydi. Agar oilali bo'lsa, undan ham og'ir. Shuning uchun biz chin ko'ngildan shu ikkita kamar egasi ukamizga shu mashinani o'z nomlariga hech qanaqa kreditlarsiz, hech qanaqa narsalarsiz оформить qildik. Yaxshi pullarga haydasinlar, o'zlari ham ikki og'iz gapirsinlar. Aziz akamiz, kattakon rahmat. Keldim. Mashina o'zim nomimga, hech qanaqa krediti yo'q. Dogovorlar o'zim nomimga, 0 probeg akam. To'g'risi men birinchidan men bunaqa katta sovg'a deb o'ylamadim. Umrimda menga hech kim bunaqa katta sovg'a qilmagan ham. To'g'risi menda ancha hayajon bu hammada ham bo'ladi. Mana qo'l qo'yganlarda ham ozgina qo'llarim даже yaxshi pochirga ham o'xshamay qoldi. Niyat qilib yurardim, nasib bo'lsa men ham ko'plarni ko'rib havas qilib yurardim. Dadajon